Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan bugun elektrokimyoviy tahlil usullaridan biri bo'lgan potentsiometrik titllash orqali kislotalarning miqdorini standartlangan, ya'ni ishqorlar yordamida kislotalar miqdorini konsentratsiyasini aniqlash mavzusini ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi magnitli mishalka, 100 millilitrlik, ya'ni 100 millilitrlik stakan, bitta pipetka, ya'ni o'lchov pipetkasi, standart bo'lgan natriy OH eritmasi, ya'ni standartlangan natriy gidroksid eritmasi va potentsiometr kerak bo'ladi. Demak, va biz byuretkaga o'sha nimamizdan, ishqorimizdan sog'a olamiz, ya'ni standartlangan ishqordan. Demak, byuretkamizni standart ishqor eritmasi bilan ozgina o'zi bilan yuvib tozalab olamiz. Keyin esa metkasigacha, ya'ni 0 nuqtagacha ishqor eritmasi bilan byuretkamizni to'ldirib olamiz. Ortiqchasi bilan soldik. Ortiqchasi bilan solishimizga sabab, endi buni havosini chiqarib olamiz. Mana bu yerda havosi bo'ladi albatta. Havosini yuqoriga ko'targan holatda havosini mana ko'rdik, chiqdi va endi tepada 0 ga kelguncha to'g'rilaymiz, 0 nuqtaga. Byuretkaning 0 shkalasiga to'g'rilaymiz. Mana to'g'rilab oldik. Chiqarib olamiz. Mana yuqoridan havosini chiqarib, mana ko'ryapsizki, mana havo bor. Havoni chiqarib olamiz. Endi tepani shkalani 0 ga keltiramiz. Mana 0 bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. So'ngra va o'lchov pipetkasi bilan o'zimizga kerakli qismini olib olamiz. Demak, mana xlorid kislotamizdan kerakli namunani tortib olamiz o'zimizga, alikot qismi, ya'ni. Mana 10 millilitr masalan alikot qism olamiz. Va stakanimizga quyamiz mana. Elektrokimyoviy yacheyka deyiladi yoki oddiy stakan. Demak, alikot qism olib oldik. Alikot qismini olib oldik va buni alikot qismimizni elektrod botadigan darajada suv bilan ko'paytiramiz. Ya'ni elektrodimiz indikator qismi botadigan darajada bo'lishi lozim. Ishni boshlashdan avval elektrodimizni yaxshilab yuvib olishimiz kerak. Indikator qismini yaxshilab tozalab yuvib olib, filtr qog'ozi bilan tozalab olamiz. Filtr qog'ozi bilan tozalab olib,
Endi analizni, tahlilni boshlaymiz. Dastlab hech qanday tepadan buyurayotgan ishqor qo'shmasdan, ya'ni pastga bu nimani elektrodimizni pastki qismi yacheykani pastki devoriga 3-4 millimetr yuqorida qilib joylashtirish kerak. Chunki biz magnitli aralashtirgich solamiz bunga. Shu magnitli aralashtirgich nimani sindirmasligi kerak. Elektrodimizga zarar yetkazmasligi uchun 3-4 millimetr balandda qilib, ya'ni botadigan darajada tushirib olamiz. Titrant qo'shmasdan turib, alikod qismida o'zini pH ko'rsatkichini o'lchab olamiz. Va qiymatlarni yozib olamiz. Titrant hajmi qo'shilish ketma-ketligi qanday bo'ladi? Har bir safar qo'shganimizda 2-2 ml dan, alikod qism 10 ml olganimiz uchun 8 ml gacha 2-2 ml dan qo'shib boramiz. Millilitr qo'shdik titrantni va endi pH ko'rsatkichini o'lchaymiz. 1.44, demak pH ko'rsatkichini yozib olamiz. 2 millilitrda 0'da 1.27, 2 millilitrda 1.44. Demak yana 2 millilitr titrant qo'shamiz. Va pH ko'rsatkichini yana o'lchab olamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, titrant hajmini oshirib borgan sarimiz, demak pH ko'rsatkichimiz ham oshib boryapti. Demak 4 millilitrda 1.61. Yana 2 millilitr qo'shamiz. Mana pH ko'rsatkichini yana o'lchaymiz. Demak 1.86, 6 millilitrda 1.86. Yana 2 millilitr qo'shamiz 8 gacha. Va qiymatni yana o'lchab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, pH qiymati sekin to'xtayapti. Demak, ekvivalent nuqtaga yaqinlashishi mumkin. 2.33, 8 millilitrda, demak 2.33. Demak, endi 1 millilitrdan qo'shamiz. 1 millilitrdan qo'shib boramiz. Chunki ekvivalent nuqtani aniqroq topib olishimiz kerak. 9 millilitr bo'ldi mana. Va yana pH ko'rsatkichimiz qiymatini o'lchab olamiz. Demak 9 millilitrda 299. Yana 1 millilitr natriy gidroksiddan qo'shamiz. Va qiymatni aniqlaymiz. Demak, mana ekvivalent nuqtaga 10 millilitrda ekvivalent nuqtaga keldi. Ko'rishingiz mumkin, ya'ni pH o'zgarishi qolganlarga nisbatan interval yuqori, ya'ni ishqoriy muhitga o'tdi. Ya'ni bu ekvivalent nuqtaga keldi degani hisoblanadi.
10.29 demak 10 millilitrda pH qiymatimiz 10.29 ya'ni ishqoriy. Yana qo'shamiz. Va pH qiymatini o'lchaymiz. Demak 11 millilitrda 11.07. Yana 1 millilitr qo'shamiz. Demak 12 millilitrda 11.33. Endi 2 millilitr qo'shib, shu bilan titrlashni yakunlaymiz. Ko'rishimiz mumkin, ya'ni pH qiymatining o'zgarishi, ya'ni oldingi va keyingilar orasidagi interval qancha kichiklashsa, demak bemalol 2 millilitrdan qo'shib borishimiz mumkin. Demak 14 millilitrda 11.58 eng yuqori ishqoriylikka chiqdi. Demak titrlashni tugatishimiz mumkin. Demak potentsiometrda olingan qiymatlarni Excelga kiritib, ularni grafiklarni, integral va differensial ko'rinishlarini chizib olamiz. Mana yangi Excel ochamiz va bu yerda masalan o'sha titrantimizni hajmi V va pH qiymatlarini ko'rinmay qolgan. Titrantni hajmi va pH qiymatlarini yozamiz. So'ngra pH nimasiga V hajmga yozib chiqamiz. Solgan qiymatlarimiz, ya'ni birinchisi 0 edi. 0 da pH ni o'lchadik. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 va 14. Demak, endi ushbu titrant hajmi qo'shilgan titrant hajmlarida pH ko'rsatkichlari qiymatlarini yozib chiqamiz. 1.27, 1.44, 1.61, 1.86, 2.33, 2.99, 10.29, 11.07, 11.33 va so'nggisi 11.58. Mana ushbu qiymatlarni oldik va integral ko'rinishini endi chizib ko'rishimiz mumkin. Mana vstavka bandiga kiramiz. Bu yerdan panellar oynasidan vstavka bandi va bu yerda mana bu bo'limni tanlab, ya'ni grafikini chizib olamiz. Mana ushbu grafikni belgilaydigan bo'lsak, mana integral ko'rinish, ya'ni potentsiometrik titrlashning integral ko'rinishi, ya'ni bu tarafda pH va pastda demak hajm, nimani o'sha titrant hajmlari keltirilgan. Bu endi integral ko'rinishidan nimani o'tkazib, urinmalar o'tkazish orqali ekvivalent nuqtani aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu figura bandiga kiramiz. Mana bu chiziqchani tanlab urinma o'tkazamiz. Mana bu to'g'ri chiziq bo'ylab urinma o'tkazib olamiz. Mana bitta urinmamizni o'tkazdik. Va yana bitta xuddi shunday urinma o'tkazib olamiz. Mana urinma o'tkazdik va ushbu urinmalarni endi birlashtiramiz. Ushbu urinmalarimizni birlashtirish orqali biz
ekvivalent nuqtani topib olamiz. Demak, mana o'sha ikkita urinmani birlashtirayotganimizda chiziq bilan qaysi joyda kesishadigan bo'lsa, demak bu ekvivalent nuqta hisoblanadi. Mana shu orqali demak ekvivalent nuqtani, ya'ni o'sha ekvivalent nuqtadan to'g'ri chiziq tushiradigan bo'lsak, mana bunday to'g'ri chiziq tushiradigan bo'lsak, 10 ga yaqin, demak 9, 10lar atrofida demak ekvivalent nuqta bo'ladi. Bu potentsiometrik titrlashda integral ko'rinishi hisoblanadi. Endi differensial ko'rinishini qanday hisoblaymiz? Demak, endi integral ko'rinishidan so'ngra differensial ko'rinishni ham hisoblab, ya'ni potentsiometrik titrlashi differensial ko'rinishi nima uchun kerak o'zi? Qachonki moddamizni aniqlayotgan moddamiz, shu kislotamizni konsentratsiyasi past bo'ladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, u yerda integral ko'rinishda ekvivalent nuqtani aniqlash birmuncha qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham differensial ko'rinishiga o'tkazish lozim. Mana buning uchun yozib chiqamiz v, ya'ni olingan hajmlar, o'sha titrant hajmlari, undan keyin o'sha har bittasining farqi delta v, hajmlar farqi yoziladi. Undan keyin pH qiymatlari yozib chiqiladi. Undan keyin esa farqlar, ya'ni delta pHlar, ya'ni pH qiymatlarini farqlari yozib chiqiladi. Undan keyin esa delta pHni delta v ga bo'lingan qiymatlarini yozib chiqamiz va xuddi shu demak differensial ko'rinishini chizish uchun delta pH taqsim delta v ni v ga nisbati olinadi. Umumiy ko'rinishi, integral ko'rinishi mana shu. Hozir mana umumiy ko'rinishi mana shu ko'rinishga, ya'ni differensial ko'rinishi mana shu ko'rinishda mavjud bo'ladi. Demak, mana differensial ko'rinishdan bitta to'g'ri chiziq tushiradigan bo'lsak, eng yuqori cho'qqisida mana cho'qqisidan belgilab olib to'g'ri chiziq tushiradigan bo'lsak, bizga ya'ni ekvivalent nuqtani, ya'ni ekvivalent nuqtagacha qancha titrant, ya'ni ishqor sarflanganligini bildiradi. Mana bu endi aniqligi juda ham yuqori hisoblanadi integral ko'rinishini. Potentsiometrik titrlashda integral va differensial ko'rinishlarni qilib bo'lganimizdan so'ng moddani konsentratsiyasini aniqlash uchun, moddani miqdorini aniqlash uchun ushbu formuladan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ekvivalenti, moddani ekvivalenti va konsentratsiya, natriy gidroksid ishqorli konsentratsiyasi va v natriy OH, ya'ni natriy OH sarflangan titrant hajmi va formulada o'zgarmas ming va alikvot qism, olingan alikvot qism hajmi qo'yilsa, MK, ya'ni tahlil etiluvchi kislota eritmasining ya'ni ma'lum bir hajmdagi kislotaning massasi kelib chiqadi. Mana shu orqali moddani miqdorini aniqlashimiz mumkin. EK aniqlanayotgan kislotaning ekvivalenti, S natriy OH va V natriy OH titrant ishqor eritmasining konsentratsiyasi ekvivalent nuqtada sarflangan hajmlari hisoblanadi. Ushbu formula orqali moddamizni konsentratsiyasini aniqlashimiz mumkin bo'ladi.